Hozir ko'ramiz. Demak, siz o'zingizga ishonasiz. Hozir ko'ramiz. Ismingiz nima? Yuri. Yaxshi, biz hozir Yuri bilan kuch sinashamiz. Yuri, menga qo'lingizni uzating. Qarang, Yuri hozir meni pastga tortishga harakat qiladi. Men esa uni tepaga. Kim yutarkin? Bolalar, bu yerda men ustozim. Siz haqsiz. Kim yutadi? Yuri to'g'ri, u yutadi. Meni kuchim yetmaydi. Birinchidan u kuchli. Ikkinchidan u shunchaki o'tirsa bas. Albatta mening kuchim yetmaydi. Hayotdagi vaziyatlar esa bundan ham murakkabroq. Har birimizga 4-5 tadan to'g'ri keladi. Ular yomon odamlar emas. Yaxshi inson bo'lishi mumkin. Bordi ular o'tirib olsa, sizni ham pastga tortib ketishadi. Shuning uchun atrofingizda yuksalishga qaror qilganlar bo'lsa. Agar Yuri xohlasa ko'tarilishi mumkin. Ketdingmi? Ko'rdingizmi? Biz g'alaba qozondik. Rahmat Yuri. Bu misoldan xulosa chiqardingizmi?